moddiy jamlanish yoki foyda uchun jamlanish. Birov-birovga uylanadi, birov-birovga turmushga chiqadi, dunyosini havas qilib, dunyosini ko'rib, uyini, moli dunyoni topib tutishini qarab turib qizini beradi yoki falonchini qiziga uylanadi. Agar bunaqa maqsadda oila qurilgan bo'lsa, ishonavering, bu oilada saodat bo'lmaydi. Chunki mana shu moddiy bir-biriga ko'rsatayotgan foydasi uzilib qoladigan bo'lsa, o'rtadagi boyagi ularni bog'layotgan narsa ham uzilib qoladi. Ammo Alloh uchun qurilgan oila bo'lsa, dini uchun uylangan bo'lsangiz bir ayolga, bu din birodarlar qiyomat go'rga kirguvchi o'zi bilan birga bo'ladi. Uylanayotgan bola kelinni hayolidagi o'zi tasavvur qilgan kelin bo'lishini xohlaydi. Kelin ham turmushga chiqargan kuyov bolani o'zini hayolidagi, orzusidagi yigit bo'lishini, indiyskiy bo'lishini xohlaydi. Doim meni qo'lida ko'tarib yuradi,